Lochin o'zining chaqqonligi va tez ucha olishi bilan mashhur yirtqich qushdir. Tabiatdagi holati siyrak, turining holati zaif deb baholanadi. O'zbekistonda tekisliklar va tog' oldi hududlarida uchraydi. Ba'zi turlari bizda un quradi, ba'zilari esa faqat uchib o'tadi yoki qishlaydi. Dunyo bo'ylab lochinlar Antarktidadan tashqari barcha materiklarda tarqalgan bo'lib, Yevrosiyoning o'rmonli va tundra hududlarida ham uchraydi. Qish mavsumida Shimoliy Hindiston, G'arbiy va O'rta Osiyoning issiqroq hududlariga ko'chib o'tadilar. Tasvirda ko'rinib turganidek, lochinlarning patlari kulrang ola, ko'zlari atrofida esa o'ziga xos qora mo'ylovlari bor. Qanotlari o'tkir va baquvvat bo'lib, havoda tez harakatlanishga yordam beradi. Qush o'ljasiga hujum qilganda, ya'ni sho'ng'iganda, soatiga 300 kilometrdan ortiq tezlikka erisha oladi. Ular asosan havoda uchib borayotgan boshqa qushlarni ham ovlaydi. Lochinlar ekotizimda qushlar sonini tabiiy tartibga solib turadilar. Ular O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Chunki ularning yashash joylarining kamayishi va uyalarning buzilishi sonining qisqarishiga olib kelmoqda.